Let's go. 15-chi misol. Demak, f at x teng x kvadrat, ikkinchisi x plus modul ichida x plus 1, uchinchi holat esa x. Demak, bu yerda 3 xil funksiya 3 xil ko'rinishda berilyapti, to'g'rimi? Mana bu yerga oraliq berilyapti. Oraliqqa e'tibor berishimiz kerak. Demak, ximiz agar 4 dan katta bo'ladigan bo'lsa, x kvadratga qo'yamiz. Masalan, x teng 5 bo'ladigan bo'lsa, f at 5 ni topish uchun bunga qo'yamiz. Agar x 1 va 4 oraliqdagi son bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisiga qo'yamiz. X agar 1 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, uchinchisiga qo'yamiz. Endi e'tibor beringlar, f at 1. X ni o'rnida nima turibdi? 1 turibdi. 1 qaysi oraliqqa tushadi? Qaysi oraliqqa tushadi? Ikkinchisigami? 2 ga emas, 3 ga tushadi. Sababi 1 dan nima teng yoki kichkina. Shunda uchinchisiga qo'yamiz. F at 1 nimaga teng? F at 1 1 ga teng. F at 5 chi? X o'rniga nima qo'yamiz? Zahro, namuncha kechikasan, Nilufar ikkalang. Har doim kechikasan. Tamam, YouTube'da ko'rasizlar. F at 5. X o'rniga nima qo'yamiz? 5 qo'yamiz. 5 qo'yishimiz kerak. 4 dan katta bo'lgan holat birinchisiga. Demak, f at 5 teng 5 ning kvadrati. To'g'rimi? F at 3 chi? 1 va 4 oralig'ida 3. Demak, ikkinchisiga modul ichida x plus 1. 3 plus 1 bo'ladimi? Bu necha bo'ladi baribir? 4 bo'ladi. Demak, 1 qo'shilgan 25 qo'shilgan 4 teng necha bo'ladi? 30 bo'ladi. To'g'rimi? Xo'p, keyingi misolga e'tibor beramiz. Nechinchi misol bo'ladi shunda bizda? 20-misol, to'g'rimi? Har 5 ga karrali bo'lgan misollar ishlayapmiz. 20-misolga e'tibor beringlar. Nima deyapti? F at 2x taqsim x minus 3 mi? Teng izzosida x plus 8 taqsim x. Bo'lsa f at 8 ni toping debdi. Okay, nima qilamiz? Quloq solinglar, kechib kelganlar. Boshqa narsani yig'ishtirasizlar, IDC2 ni ishlaysizlar. 100%. Xo'pmi? IDC2 ni olinglar. Nima oldiga o'tsang ham bo'ladi, Mohiraxonni, agar kitobing yo'q bo'lsa. Bo'lsa kitobni topinglar. Xo'p. Biz nima qilishimiz kerak? F at 8 ni topishimiz uchun x ni o'rniga nima qo'ysak 8 bo'ladi. Ya'ni mana bu ichi 8 bo'lishi kerak. Buning uchun x ni o'rniga nima qo'yamiz? Shuni topishimiz kerak. Qanday topamiz buni? Buning uchun mana bu f at ichidagini 8 ga tenglaymiz. Ya'ni 2x taqsim x minus 3 ni teng 8 deb x ni topib olamiz. X nima chiqadi? Buni topish uchun proporsiya qilamiz. X minus 3 ni 8 ga ko'paytiramiz, 1 ni 2x ga ko'paytiramiz. Mana shunday holatda 2 bilan 8 ni nima qilib yuborsak bo'ladi? Satr yuborsak bo'ladi. 4 qoladi. X minus 3 ni 4 ga ko'paytiramiz. Bu yoqda x qoladi. X teng 4 ta x ayrilgan 4 kira 3 12. Nima qilamiz endi? X ni nariga tomonga o'tkazsak, x ayrilgan 4 ta x barobar minus 12. X dan 4x narsak, minus 3x barobar minus 12. Minus 3 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, plus 4. 2 dan minus nima bo'lib ketadi? Plus 4. Demak, x teng 4 degan yechim chiqdi. Biz nima qilishimiz kerak endi? X ning o'rniga o'sha 4 ni olib borib qo'yishimiz kerak. Har bir x ning o'rniga 4 qo'yadigan bo'lsak, mana bu yerda qaranglar. 2 kara 4 8, 4 dan 3 ni ayirsak 1. 8 ni 1 ga bo'lsa 8. Shunda f at 8 qoladimi? F at 8 teng ilzosida 8, ilzosida 8 emas. Nima? Ilzosida 4 plus 8 taqsim 4. F at 8 teng ilzosida 4 dan ne chiqadi? 2 plus 8 ni 4 ga bo'lsak ham 2. Shunda f at 8 nimaga teng bo'ladi? 4 ga teng bo'ladi. Tushundilaringmi? Keyingi misollar ham shu tartibda ishlanadi. 25-misolga e'tibor beramiz. Keyingi misol 25-misol. F at nima deyapti? 2x plus 1 taqsim x minus 1 teng x plus 1 taqsim 2x minus 3. Nimani toping deyapti? F at minus 1. Bu ham shunga o'xshamaydimi? Xuddi shuni o'zi, ha? Nima qilishimiz kerak biz? Nima qilishimiz kerak? Nima? Nilufar? F at 2x plus 1 taqsim x minus 1 ni f at minus 1. Ya'ni x larni nima qilishimiz kerak? Tenglab olamiz. Shunda nima bo'ladi? 2x plus 1 taqsim x minus 1 teng minus 1. Shundaymi? Mana buni minus 1 ga ko'paytirsak, mana buni ishora o'zgarishiga e'tibor berishimiz kerak. Minus x ga minus 1 ko'paytirsa minus x, minus 1 ga minus 1 plus 1. Minus x nariga tomonga nima o'tadi? Qo'shishmi? Minus 2 bu tomonga plus bo'lib o'tadi. 2x plus x 1 chi bu tomonga minus bo'ladi. 1 ayirgan 1. 1 dan 1 ni ayirsak
3x teng 0 bo'lsa, x teng nima bo'ladi? 0 bo'ladi. X 0 bo'ladigan bo'lsa, x ning o'rniga 0 qo'yib chiqamiz. Hamma x ning o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, bu yer f minus 1 bo'ladi. Teng x ning o'rniga 0 qo'ysak nima bo'ladi? 1 taqsim minus 3. Demak, javob nima bo'ladi? Javob nima bo'ladi? Minus 1 taqsim 3. Tushunarlimi? 25-misolgacha shu. Demak, 25 ta misol ko'rib qo'ydik. Keyingi misol, 30-misol. Men o'chiraman, bu nimada bor, videoda bor, ko'rib olaverasizlar. 30-misolda nima qilamiz, qani? Aytinglar. Misol. Demak, funksiyani aniqlash sohasini topishimiz kerakmi? Yo'q, bu boshqa ekan. Ha, shunday ekan. Xo'p, funksiyani aniqlash sohasi qanday topilar edi? Funksiyada agar mahraji bor bo'lsa, mahraji 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Agar juft darajali ildiz osti bo'lsa, ildiz ostidagi ifoda 0 dan katta yoki 0 ga teng bo'lishi kerak. Tushunarlimi? Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Agar mahrajda turgan x qatnashgan qanaqadir ifoda bo'ladigan bo'lsa, uni teng emas 0 deymiz. Ildiz ostida bo'ladigan bo'lsa, uni katta yoki teng 0 deymiz. Agar mahraj ildizda bo'lib qolsa-chi? Nima deymiz? Katta 0 deymiz. Teng 0 demaymiz. Misollar, bu yerda misollar ko'p. 30-misolga e'tibor beramiz. 30-misolimizda shunday deyapti. f (x) teng x plus 2 taqsim x minus 1 mi? Minus ildiz ostida x minus 1. To'g'rimi? Demak, buni aniqlash sohasini topishimiz kerak. Nima qilamiz buning uchun? X teng emas. Mahrajda turgan x bilan x minus 1, x teng emas 0 ga, x minus 1 teng emas 0 ga. Shunda x teng emas nima bo'ladi? 1. 0 va 1 ga teng bo'lmasligi kerak ekan. Endi ildiz ostida x minus 1 nima bo'lishi kerak? Katta yoki teng 0. X katta yoki teng nima bo'ladi? 1 bo'ladi. Ya'ni 1 dan katta yoki unga teng bo'lgan qiymatlar. Aniqlanish sohasini topish uchun son o'qini chizamiz. Demak, bizda bu javob bo'yaladi. Albatta teng bo'lganligi uchun 1 dan katta bo'lgan qismi olinishi kerak. Ya'ni yechim nima bo'lishi kerak? 1 dan cheksizlikgacha 1 kirish kerak, to'g'rimi? Lekin mana bu yerda nima deyapti? X teng emas 1 deyapti. Shuning uchun 1 ni olmaymiz. Shunda qanday bo'ladi? 1 oddiy qavs bo'ladi. Agar bu yerda teng emas boshqa son bo'lganida 1 ni olardikda, o'sha sonni olmagan bo'lardi. Misol uchun teng emas 2 bo'lganda nima bo'lardi? 1 kirardi. To'g'ri. Ya'ni 2 kirmasin. 1 dan 2 gacha, 2 dan cheksizlikgacha. Bu yerda shunaqa misol ham uchratib qolishlari mumkin. Keyingi misol. 35-misolga e'tibor beramiz. Bu ham aniqlanish sohasini topishga doir misol. f (x) teng ildiz ostida 20 minus x minus x kvadrat plus 1 taqsim modul ichida x minus 2. To'g'rimi? Demak, buni aniqlanish sohasini topishimiz uchun nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Mahrajini teng emas 0, ildiz ostidagi ifodani-chi katta yoki teng 0 deyishimiz kerak. Mahrajda turgani modullik ekan. Modul ichida x minus 2 teng emas 0 bo'ladigan bo'lsa, modul x teng emas 2. X teng emas nima bo'ladi mana shu yerda? Mana shu holatda. X teng emas 2 ga bir marta, x teng emas minus 2 ga. Demak, 2 va minus 2 degan javob chiqsa, uni olmasligimiz kerak. Endigi qadam nima bo'ladi? Funksiyani ildiz ostidagi ifodasi katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. Ya'ni 20 minus x kvadrat katta yoki teng 0. Buni oroqlar usuliga qo'yib ishlashimiz kerak. Avval minusga bo'lib yuboramiz. Minusga bo'lib yuborsak, x kvadrat plus x minus 20 kichik yoki teng 0 bo'ladi. Ko'paytuvchiga ajratamiz. V7dan. Qo'shsak minus 1, ko'paytirsak minus 20. Necha bilan necha? Qo'shsak minus 1, ko'paytirsak minus 20. Minus 5 bilan 4. To'g'ri. Endi ko'paytuvchiga ajratish formulasini bilamiz-ku, to'g'rimi? Qanday edi? X minus x1, x minus x2 edi. Oldida a'si ham bor edi. Bu bosh koeffitsient edi. A'ning o'rnida 1 turibdi, yozishimiz shart emas. X plus 5, x minus 4. X1 ning o'rniga minus 5 qo'ydik, x2 ning o'rniga 4 qo'ydik. Kichik yoki teng 0. Son o'qiga qo'yadigan bo'lsak, minus 5 u 4. Ishorasini aniqlashligimiz kerak. Ishorasi nima bo'ladi? Demak, minus 6 ni qo'yadigan bo'lsak, minus 2 ta minus plus bo'ladi. Minus 5 bilan 4 ning orasida 0 ni qo'yadigan bo'lsak, plus minus
minus bo'ladi. 5 ni qo'yadigan bo'lsak, plus bo'ladi. Mana shu ishorani qanday topganimga tushundilaringmi? Qolganlarchi? Jo'xsanam. Qanday topdik bu ishorani? Mana shu oraliqdagi sonni x ni o'rniga qo'yib ko'ramiz. Misol uchun, nega mana bu yerni plus dedim? -5 ning chap tomonida qaysi sonlar bor? -6, -7, -8 va hokazo. Ixtiyoriy bittasini olib x ni o'rniga qo'yamiz. -6 ni olib, mana bu x ni o'rniga qo'ysam, -6 ga 5 ni qo'shsam, -1 -6 dan 4 ni ayirsam, -10. Bu ham minus. Ikkita minus ko'paytirilsa nima bo'ladi? Plus bo'ladi. -5 bilan 4 ning orasida sonlar ko'p. Men 0 ni oldim, hisoblashga qulayroq bo'lishi uchun. 0 ga 5 ni qo'shsam, plus, ya'ni plus, to'g'rimi? 0 dan 4 ni ayirsam, minus. Plusga minus, minus. Xuddi shunday 4 ning o'ng tomonidagi son 5. 5 ga 5 ni qo'shsam, plus, 5 dan 4 ni ayirsam ham plus. Plusga plus, yana plus. Mana shunday ishorani aniqlab olishimiz kerak. Va aniqlab olganimizdan so'ng 0 dan kichik yoki 0 ga teng bo'lgan holat so'ralyapti. Bizda qaysi javob bo'ladi bu? -5 dan 4 gacha. Ya'ni manfiy oraliq bo'ladi. Agar 0 dan katta deyilsa, musbat oraliq olinadi. Demak, -5 dan 4 gacha degan yechim bo'ladi. Ikkalasi ham qanday xavs bo'ladi? Kiradigan xavs. Javob shumi? Yo'q. Biz iltizosidagi ifodani aniqlash sohasini oldik. Endi umumlashtirishimiz kerak. Umumlashtirish qanday bo'ladi? 2 bilan -2 nima qilib tashlashimiz kerak? Chiqarib tashlashimiz kerak. Birinchi -5 dan 4 gacha belgilab olamiz. Mana bu yer -5, bu yer 4. 2 qayerda? Mana bu yerdami? Bunga teng bo'lmasligi kerak. -2 ham mana orasidami? -2 ga ham teng bo'lmasligi kerak. Demak, yechimimiz -5 dan nima bo'ladi? -5 kiradi. -2 cha? Yo'q. Keyin -2 dan 2 gacha, keyin 2 dan 4 gacha. 4 nima qiladi? Kiradi, qolgani kirmaydi. Tushunarlimi? Bizda mana shu aniqlanish sohasini qanoatlantiruvchi eng katta butun son nechi desa nima deysizlar? Eng katta butun son. Eng katta butun son nechi? Mana shuning siz aniqlanish sohasiga kiruvchi eng katta butun son. 4. Eng kichik natural sonchi? Mana shu tengsizligimizni qanoatlantiradigan eng kichik natural son. Nechi? -1 natural sonmi? 0 natural son. 1. 1 o'zi eng kichik natural son. 1 kiradimi bu yerga? Kiradi. Eng katta manfiy butun son desachi? -5. Eng kichik manfiy butun son desachi? Nechta tub son tengsizlikni qanoatlantiradi desachi? 1, 3 ta. 3 ekan. 1 tub son emas-ku. 3. Demak bitta, to'g'rimi? Tushunarli-a? Demak, 35-misolni ko'rdik. Birinchi qism tugadi. Birinchi qism tugadi emas. Hozirgi darsga shuni ishlaymiz, qolganini keyin davomida qo'shib olamiz, xo'pmi?